Assalomu alaykum. Men yana Halima xonim. Sizlar bilan. Sizlar esa men bilan. Buni men bilaman. Bugun biz kelajak uchun bugundan boshlab yorqin kelajak uchun ishonishni boshlaymiz. Uning uchun men juda ham go'zal ishonchga, umidga to'la affirmatsiya yaratdim. Buyuk maqsadga erishish va hayotni chiroyli, mantiqiy qabul qilish uchun affirmatsiyalar xuddi bizani kuchimizga kuch, energiyamizga energiya qo'shadi. Affirmatsiyalar bizni hayotimizga, ertangi kunga ishonch, umid bag'ishlash uchun va hayotimizni yorqin bo'lishi uchun bizni energiyamizni, umidimizni, maqsadimizni bir qismidir. Ularni amalga oshirish uchun ishonch, erkinlik va harakat lozim. Hozir esa biz siz bilan affirmatsiyalarni boshlaymiz. Men hayotimni to'liq qabul qilaman va har bir daqiqasidan baxt va tingluvlarni olaman. Meni ichki va tashqi dunyoyim birlashib g'alaba va osonlikka yo'l ochadi. Meni qalbimda kundalik hayotimga yanada chiroyli, baxtli va seroblikni kiritish uchun barcha imkoniyatlar ochiq. Men hozir va kelajakda ushbu imkoniyatlarni qabul qilaman. Men o'zimni to'liq qadrlayman. Men o'zimni qadrlayman. Xato va muvaffaqiyatlarimni ham qabul qilaman. Men o'ziga ishonch va shundan kelib chiqib yoritilgan kelajak yo'limda o'sishni davom ettiraman. Har bir kun mening hayotimda baxt va ravnaq uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Men go'zallikni, kenglikni, seroblikni va yorqinlikni o'zimga o'rnataman. Meni atrofimdagi barcha vaziyatlar, odamlar, atrof olam, dunyo, borliq hammasi meni qo'llab-quvvatlaydi. Men o'zimni tinch, go'zal va oson hayotda his qilyapman. Ertangi kun men uchun yangi imkoniyatlar, g'alabalar va yorqin kelajakni olib keladi. Men o'zimni to'liq, erkin va muvaffaqiyatga erishgan holda his qilaman. Men erkinman. Men ozodman. Men tabiat bilan, borliq bilan, o'z tanam bilan, ruhim bilan, qalbim bilan bir uyg'unlikdaman. Shuni o'zi baxt, shuni o'zi omad, shuni o'zi yetarli. Meni kelajagim ochiq va erkin. Har bir kun meni yangi maqsadlarga erishishimga yo'l ochadi. Va men har kuni o'zimga ishongan holda taraqqiyotga qadam qo'yaman.
yetuklikka qadam qo'yaman. Man o'zimni erkinligimga ishonaman va hayotimdagi har bir harakatim menga yangi imkoniyatlarni, barqarorlik va tinchlikni olib keladi. Mani kelajagim yorqin, erkin va kundalik hayotimdagi har bir tanlov menga chiroyli o'zgarishlar va rivojlanish olib keladi. Men ertangi kunga o'zimga ishonaman. Chunki har bir kun meni maqsadlarimga, orzularimga va yorqin kelajagimga qadam qo'yishimni ta'minlaydi. Men erkin qadam tashlayman. Men ertangi kunga erkin o'taman. Men erkin rivojlanaman. Men erkin o'saman. Men o'zimni erkin tutaman. Men yashashda erkinman. Men pul olishda, sovg'a olishda erkinman. Men fikr bildirishda erkinman. Men bilim olishda erkinman. O'zimni hayotimni yo'lga qo'yishga erkinman. Har bir kun meni irodam, qudratim va erkinligimni kuchaytirmoqda. Meni kelajagim hozirgi kundan boshlanadi va men o'z orzularimga ishonaman. Men baxtli bo'lishda erkinman. Men omadliman deyishda erkin va ishonchliman. Men har kuni hayotga kulib qarashda, hayotimni, borliqni, baxtni, omadni, dunyoyimni, undagi barcha ne'matlar, barcha bilimlar, barcha boyliklar, nur va borliq ne'matlarini qabul qilishda erkinman. Men erkinman. Men ozodman. Men o'zimga yaqinman. Men o'zimni va mavjud bo'lganim olamni, dunyoni
qabul qilaman. Shukronalik keltiraman. Chunki men unda borman. Chunki men unda go'zalliklar ko'raman. Demakki, men dunyo go'zalliklari ichidaman. Va ertangi kunga go'zallik bilan boqaman. Sevgi bilan boqaman. Minnatdorlik va shukronalik bilan boqaman. Bu esa meni baxtga, quvonchga, seroblikka, energiyaga lim-molim qilib to'ldiradi. Va men buyuk va ishonchga to'lgan ijobiy energiya bilan ertangi kunga erkinlikda qadam qo'yaman. Va u meni rivojga, farovonlikka, ravnaqga, rivojga va yetuklikka olib boradi. Men ishonaman va qabul qilaman.